Xabarlaringiz bor, kuni kecha Padrom bozorining ro'parasidagi Beshqo'rg'on bozorida katta yong'in sodir bo'lgan va juda ko'plab do'konlar yonib ketgan. Bu videoni olishimiz sababi o'sha tarqalgan videolarni kommentariyasida ko'pchilik bu yerdan dom qurish uchun ataylab yoqib yuborishdi degan mazmundagi kulgili kommentlarni yozishni boshlashgan. Men bu kommentlarni ko'rib juda xafa bo'ldim. To'g'risi, bizning millatimiz shunaqa millatki, birovni mag'lubiyatidan xursand bo'ladi. Ya'ni achinish o'rniga xursand bo'ladi. Bu narsa meni juda qattiq ranjitdi. O'sha do'kon egalariga men o'zimni chuqur hamdardligimni bildiraman, chunki ular meni hamkasblarim bo'lishgan. Men ham xuddi o'sha bozorda bir paytlar tirikchilik qilganman, 1-2 so'm rizqimizni terib yeganmiz o'sha joydan va men ularni nimalarni his qilayotganliklarini yaxshi bilaman. Ko'pchiligi mollarini qarzga olib kelgan, tovarlari qarzga kelgan. Amerikada ikkinchi ishim sug'urta ishida ishlayman va bu yerda commercial building insurance deydi. Ya'ni mana shunaqa tijorat binolarining sug'urtasi bizda bor, lekin bu juda ko'p ommalashmagan va shu narsani ommalashishini va shunaqa mulk egalari mulklarni shunday sug'urta qo'yishliklarini so'rab qolardim va bu narsa ana shunaqa tabiiy ofatlar va kutilmagan holatlarda sizga juda katta foydasi tegadi.